Xitoy hukumati Anqaraning Qizilcha hammom degan yerida bir sahiya markazi qurilishiga mablag' solgan Sharq Turkistonlik savdogarlardan 43 yoshlik Ro'za Hoji Hamdul bilan 37 yoshlik Muhammad Hamdulni tutqun qildi. Qarindosh Hamdullah 2017-yili boshqa bir Sharq Turkistonlik sherigining vositasi bilan Qizilcha hammomga mablag' selishga boshlagan. Lekin bu ahvoldan xabar topgan Xitoy doiralari bu aka-ukani tutqun qilib, jazo lagerlariga qamagan. Ular 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon tutib turilmoqda. Ularning qarindoshi Ömer Hamdul Xitoyning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lgan Uyg'urlarning chet elga mablag' selishni xohlamaydiganligini bildirdi. Akalarining xabarini qilmaganligini bildirgan Ömer Hamdul, "Cho'ng akamning 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini angladim. Kichik akamning qancha yil kesilganligini bilmayman. Ularning oilalarining izdirigini qilamadim" dedi. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi lagerlarga oid tashviqotlarning ishki mohiyatini oshkorlash va amaliyotni o'ttirg'i chiqarishda zo'r rol o'ynagan Kanada fuqarosi Ulisi Yazijining Albaniyadagi xizmatini oyoqlashtirishiga majbur bo'lishi diqqatni qo'zg'adi. Tarix fanlari o'qituvchisi doktor Ulisi Yaziji 4 yildan beri o'zining asli yurti bo'lgan Albaniyadagi bir universitetda dars berib kelayotgan ekan. Biroq bu universitet yaqinda Ulisi Yazijiga universitetning uning bilan tuzgan kelishimini yanglamaydiganligi, bu sababdan uning universitetda davomli dars berolmaydiganligini uqtirgan. Ulisi Yaziji Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlarini ziyorat qilish uchun Xitoy tarafidan taklif qilinib opirilgan kishi bo'lib, u bu tarbiyalash o'rinlarining mohiyatini keng oshkorlab, Xitoyning tashviqotini buzishda halqalik rol o'ynagan Ulisi Yaziji Kanada davlat pochtasi gazetiga qilgan so'zida bu universitetning qarorida Xitoy hukumatining qo'li bor deb qaraydiganligini bildirgan. Washingtonda o'tkazilgan NATO parlamentlar yig'iniga Turkiyaga vakolatan qatnashgan hay'at orasida partiya parlament a'zosi Naji Jinsili yig'inda Sharq Turkiston masalasini tilga olganligini bildirdi. Twitter hisobida bu haqda bayonot e'lon qilgan Naji Jinsili mundaq dedi: NATO parlament yig'inining oxirgi kunida Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchiligi bo'lgan Uyg'ur turklarga necha 10 yildan buyon qilinayotgan zulm va qatliamlarni o'ttirg'i qo'ydim. Demokratik davlatlardan tashkil topgan NATOning bu tragediyaga inkas qaytarishi kerakligini ta'kidladi. Amerika prezidenti Donald Trump ommaviy taratquda bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan cho'ng bir kelishimga yiqilishyapmiz. Ular talab qilyapti, bizmi shundoq dedi. Trump doiralari Xitoyning o'yinchoq va aqliy iqtidorli telefonlarni o'z ichiga olgan eksport mahsulotlari bo'lgan 160 milliard dollar qimmatidagi Xitoy meliga 15 dekabrdan boshlab qo'ymoqchi bo'lgan tambojni bejini kechiktirganligini bildirgan edi. Amerikaning Shimoliy iqlim 2 qurilishi sababli Germaniyaga embargo yurgizmoqchi bo'lishi Germaniyada norozilik qo'zg'adi. Tashqi ishlar ministri Maas yozma bayonot e'lon qilib, embargo qaroriga norozilik bildirdi. U Amerikaning energiya siyosatida qaror Amerikada emas, balki Yevropada beriladi. Tashqi daxila va embargolarni rad qilamiz dedi. Amerikada tayyorlangan va kelar hafta Kengash palatasida muzokara qilingan loyihada Shimoliy iqlim 2 qurilishiga qatnashgan shirkatlarga embargo yurgizish tashabbus qilingan bo'lib, Yevropa Rossiyaning tabiiy gaziga tayinib qoladi deb qaralgan. Dünya Uyg'ur qurultayining o'tgan hafta Belgiya poytaxti Bruselda o'tkazilgan 3 cho'ng faoliyati natijalik oxirlashdi. Bruselda Uyg'ur yoshlarini taratquv bilimlari bilan tarbiyalash kursiga parallel holda Bruselda yana Dünya Uyg'ur qurultayi ijroiya komitetining 5-navbatdagi yig'ini chaqirildi. 10 dekabr kuni Yevropa parlamentida Sharq Turkiston Xitoyning tajribaxonasi nomli ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonni organ atkazchiligining manbasi qiladigan bir tajribaxonaga aylantirib olganligini ilgari surishdi.